Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sog' salomatmisizlar? Charchamayapsizlarmi? Ana Saudiya Arabistondagi ko'p qavatli inshootlar. Bularda kolonna regel monolit sistemasi qilib bo'lingandan so'ng mana g'ishtlarni ko'ryapsizlarmi? Ana shu g'ishtlar oddiy blok g'ishtlar ekan. Oddiy o'zimizdagi blok g'ishtlar qanaqa bo'lsa, shunaqa blok g'isht terilgan ekan. Bizda hozirgi kunda penoblok terishyapti-yu. Ular shu ishda teskarisini qilar ekan. Ular aksincha blok g'isht terar ekan. Bizda hatto mahallada odamlar o'ylab qoladi-yu. Uyimni blok qilsam qizib ketadi, qishda sovib ketadi, u yoq. Saudiya Arabiston shunchalik issiq bo'lishiga qaramasdan, mana shunaqa blok g'ishtlar bilan, mana shunaqa katta binolarning g'isht qismini mana shunday blok g'ishtlar bilan urar ekan. Ana aka. O'ylaymanki ushbu video manfaatli bo'ldi deb hisoblayman. Ko'ryapsizlarmi?